Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Tikko PUBG YouTube kanali do'stlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman do'stlar. Biz yana yangi video chiqarmoqdamiz. Ya'ni bizning videomiz o'tgan video 100 ta like bo'pti. Shuning uchun bugun videomizda 2 kunda Zavaga chiqishini ko'rib o'tamiz bolalar. Qanday 2 kunda Zavaga chiqiladi? Shularni ham ko'rib o'tamiz bolalar. Qanday 2 kunda Zavaga chiqiladigani ushbu videoda batafsil sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bilsanglar, Zava mana shu yerda rankilar istilochi degan bo'ladi. Mana shu ramkasi bor sovg'alari. O'sha yerdan mana bu sezon token, mana shunaqa titullar, istilochi tituli shunaqa narsalar beradi. Xo'sh, mana shuni men sizlarga hozir barma-bir tushuntirib o'tib ketaman bolalar. Undan oldin esa bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. O'tgan videodek aktiv bo'lsanglar, yana zo'r sizlarga foydali bo'ladigan kontentlarni qilishda davom etamiz. Sizlarga ishonchli va arzon yuzi kerak bo'lsa, bemalol bizning Tikko yuzi servisiga murojaat qilishingiz mumkin. 24 ga 7 ishlaydi, bemalol yozishingiz mumkin. Xo'sh, unda kanalga obuna bo'ldinglarmi? Davomida videoga o'tamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib mana bu top reytingda turadigan akkauntlarni ko'rib o'tamiz. Bular nega bu yerda turibdi? Hozir sezon kelganiga 3 kun bo'ldi, lekin bular istilochi mana 34-70 larga chiqib qolgan. Bu qanday desangiz, xo'sh, rank keladi, ya'ni sizlarni platinaga tushirib tashlaydi. Shundan keyin sizlar o'sha yangi sezon kelgandan srazu askami yoki top 500 ga kirsanglar, sizlarga ertasi kuniyoq Zavani beradi. Ya'ni qanday desanglar, siz shart emas aski, siz o'sha sezon kelgan kuni top 500 degan reytingga kirishingiz kerak bo'ladi. Har sezon 500 ta akkauntga bir kun ichida Zava beradi. Agar o'shaning ichiga kirmoqchi bo'lsanglar, bir kun ichida tinmasdan PUBG o'ynab, ranklarni Master shunaqalardan ko'p rank olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni topoviy reyting ko'taradiganlar, shular sirasi kelgan kuniyoq Master yoki Dominatorga sirasi chiqadilar. Siz ham shunday qilsangiz, ertasi kuni sizlarga Zava beradi. Bu 100% fakt. Xo'sh, undan keyin esa bolalar, sizlar top 500 ga kirmoqchi bo'lsanglar, device'inglar 60 fps dan yuqori bo'lishi kerak va plus yonida zo'r o'ynaydigan sheriklar bo'lishi kerak. Ya'ni rankinglarni umuman 4 ta kishi bo'lib ko'tara olmaysizlar, chunki odam вообще ko'p tushadi. Undan keyin esa sizlar masalan solo o'ynamoqchi bo'lsanglar, bitta o'ylasizlar, hech kim sizlarni chaqirmaydi. Shunday qilib duo o'ynasanglar, yaxshi rank ko'tarasizlar. Undan keyin mana bu Zava berdi deganda keyin men bu ramkani qanday olamiz desanglar, men bu pastda yozib turibdi. 5 ta mashni yakunlang, ya'ni istilochi rankida 5 ta mashni yakunlaysiz, undan keyin ramkani beradi. Minus olsanglar ham baribir sizlar o'sha ramkani olasizlar va undan keyin mana bu isminglarning yuqorisiga titul va undan keyin istilochi tituli shunaqa narsalarni beradi bolalar. Shunday qilib bemalol Zavaga chiqishingiz mumkin. Xo'sh, sizlarga yaxshi ma'lumot berdim degan umiddaman. Kanalimizga obuna va videoga like bosib qo'ying, keyingi foydali videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'sh, xayr do'stlar, sizlar bilan Tikko bo'ldi. Telegram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.